Lekin onamizga aytmagan gaplarimiz ko'p bo'ladi. Sizga ham qanaqadir onangizga aytmagan gaplaringiz bormi? Onamga shuncha yildan beri aytmagan gapim, ya'ni farzandlarda aytmagan gapi. Onajon, sizga kattaga rahmat. 9 oy qorningizda ko'tarib yurib, gohida qiynalib, gohida och qolib, gohida sovuqda bizni dunyoga keltirganingiz uchun kattaga rahmat. O'zingiz kiyinmasdan bizni kiyintirganingiz uchun kattaga rahmat. O'zingiz chet ellarga bormasdan meni chet ellarga borishimni xohlaganingiz uchun kattaga rahmat. O'qitdingiz, o'z o'qimadingiz. Gohida yo'lkalarga pul yo'q paytida bizni bog'chalarga, maktablarga peshkom oyoqlaringiz og'rib yurib tashlab kelganingiz uchun kattaga rahmat. Haqqimizga, umrimizga, boyligimizga, tinchligimizga duo qilganingiz uchun kattaga rahmat. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Hech qachon og'rimang, dunyo turguncha turing. Hamisha yosharib, kulib yashang, men sizga dunyolarni beray. Sizni borligingiz uchun, biz uchun duo qilganingiz uchun kattaga rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Mehribonim onam, beozorim onam.